ko'rishingiz mumkin. Chunki biz uni xaritada, ya'ni xaritani biz bilamizki, aynan spatial, ya'ni fazodagi biror bitta uskuna oladi va shu orqali ham siz bemalol buni o'zingizga adapt qilib spatial organization deb ishlatishingiz mumkin. So, archaeological findings gradually expanded from the coastal area to the depths of the forest, juda zo'r usulda berilgan, bringing larger structures to light deyapti. Demak, coastal, ya'ni buni endi bizga boshqacha overall yozish usuli keldi. Ya'ni prosta misol uchun qayerda qanaqa o'zgarish bo'lgan emasda, qayerdan asosiy o'zgarishlar boshlangan va qayerda tugagan o'sha asosiy o'zgarishlar. Shuni aytyapti bizga. Demak, kengayganligi haqida, misol uchun mapda katta ehtimol bilan kengayadi o'sha joy, nimadirlar qo'shiladi va demak shunda expanded deb ishlatib ketishimiz mumkin. Bu ikkinchi so'zimiz bizga spatial organizationdan tashqari. Demak, kengaydi coastal areadan, ya'ni mana bu sea tarafdan kengaygan ekan, chunki rostdan ham mana bu yerga qarasak, biza ancient houselar juda ko'paygan. Then, to the depths of the forest, bu joydan, ya'ni prosta west deb qo'ymayapti-da, или east deb qo'ymayapti-da, bu yoqqachon bordi deyapti. Rostdan ham chunki forest o'rniga ancient stadium topilgan bizda. Bringing larger structures to light. Light means o'sha yorug'likka chiqdi, bu degani topildi. When found to light degan so'zimiz paraphrase bo'lib keldi. This is also very great way of writing overall. You can also do so in your own overall as well. So the next one, regarding juda ham zo'r linking word, regarding dwelling structures, ko'ramiz zo'r synonym. What is the synonym of dwelling? Dwelling structure. Regarding dwelling structure bo'lsa, high quality structure means? Dwelling bu bizda nima? Yashovchi strukturalar bor. Dwellingni ma'nosi residential. Yeah, residential structures is the synonym of dwelling. Dwellers, adashmasam, Essential nechidir kitobida bor shu dweller degan so'z. Bu yashovchilar degan ekan. Yashovchi strukturalarga joy keladigan bo'lsak, ancient houses were confined to the northwest. What is the meaning of confined? Confined? Were confined north. Founded? Yes, confined means founded. So ancient houses topildi, northwest va eastern seaning northwest tarafida topildi, aynan dwellingdan. Ya'ni bitta so'zni misol uchun ancient houses were confined demadida, uni linking word bilan berib ketdi. Ya'ni siz 6lik yozishingiz mumkin bo'lgan joydan o'zingiz qutqarib oldingiz va 7likka olib chiqdingiz. Bittagina regarding degan dwelling structures deb ishlatgani sababli. Buni ham yodlab qoling, residentialni faqat residential deb ishlatirmasdan, buni ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Demak, northwest tarafda topilibdi. Over the next 10 years, search effort extensively covered. Mana bu extensively is the synonym of expanded, and plus the best thing in this sentence is it changed the word formation. So'zini shaklini o'zgartirdi. Bu ham grammar qismida o'sha seven postga chiqdi degani. Demak, extensively covered the former zo'r ishlatilyapti, northern mountain range and established a new pattern of residential houses clustered there. Clustered means o'sha yerda tashkil topdi yokida qatorlashtirildi degan ma'noda ham misol kelishi mumkin. Agar uylar sizda qator qurilgan bo'lsa, mana shu so'zni ishlatishingiz mumkin, clustered degan so'zni. The homes were clustered. Then again, detected house shunaqa deganlari ham bor-da. Detected u alohida-da, detected-da. Detected aniqlangan degani bu clusteredga menimcha to'g'ri tushmasa kerak yo'q.
Yo'q, uyda ham bitta turi bor edi-da, detached Yeah, detactedmi? detached house. Ha, shunaqa. U alohidamidi yo yonma-yonmidi shuni edi bir sal avvalroq ko'rgandim-da shuni. Ha, detached house. O'shani ha? U uyni turi hisoblanadi bizda. U lekin men bu uylarni qator turganiga to'g'ri kelmaydi. Prosta mana Ha. 2 etажкалимidi yo 1,5midi shunaqa uylar detached house deyilardi. Ularni biz Tushunarli. yonma-yon bir-biriga turibdi deb ishlata olmaymiz. Ha, Xuddi mana tushunarli. house bilan home yoki apartment deganday, u ham detached house ham uyni bitta turida. That's why. Bo'ldi. Yeah. So next one is by comparison. This is very great linking word. You can also use it in your writing. A palace was spotted. Juda zo'r so'z. Spotted topildi. Further inland. Ichkarirog'iga kirsak, palace topilibdi. Ya'ni mana bu narsa. So archaeologists identified its existence. Ko'ramiz, juda zo'r usul bilan beryapti. Ya'ni tepada o'zi bizda was spotted the passive voice ishlatuvdi. Undan tashqari agar sizda uni kim topishi bizga ma'lum, arxeologdan boshqa odam topmaydi. Shu joyga active voice ham qo'llab ketdi bizga. Ya'ni arxeologlar topdi deb. Ya'ni faqat passive voice emas, agarda sizni imkoningiz bo'lsa aktiv ishlatishga, bemalol active voice ishlatavering. Tushunarli. So archaeologists identified its existence in 2014 when scanning through the southern land near the forest. Bu ham endi bu yerda topilma bo'lgani uchun bu bizda juda ham specific word hisoblanadi. Ya'ni optim qilib buni boshqa joylarda ham ishlata olmaysiz. Chunki bu qidirish uchun. So turning to zo'r linking word. Turning to non-residential constructions. Hop, again, great lexical resource. Yani просто build non constructions va plus word grammardan ham bo'lib ketadi, chunki word formationini ham o'zgartiryapti. Their locations yana bitta grammar plus chunki their deb turib bizga referencing qo'llab ketyapti. Their locations differed according to their respective functions. Bu topic vocab, topic sentence. Buni siz bemalol o'g'irlasangiz bo'ladi, o'zingizni writingingizda qo'llashingiz uchun. Ya'ni ma'nosi aytyaptiki, ularni non-residential bo'lgan joylarni lokatsiyasi farqli bo'ldi yoki o'zgardi maqsadiga ko'ra. Misol uchun tasavvur qiling, maktab strukturasi ketyapti tam oshxonani oldiga bo'lishi mumkin, medsestrani xonasini qurib qo'ydi yokida tualetni oldiga qanaqadir bir-biriga mosroq bo'lgan nimadir qurib qo'ydi. Ya'ni ikkalasini maqsadi mosroq bo'lganligi sababli bizda shu ishda qilindi deb misol uchun functionni sababli o'zgartirildi deb aytib ketishingiz mumkin bemalol. Agar mos bo'lsa. Tushunarli. So a temple zo'r ishlatilyapti grammar chunki a temple which designated emas edi. Ya'ni whichni ham ishlatishingiz mumkin, to'g'ri, va faqat whichni ishlatmaslik uchun uni reduced relative clause sifatida, ya'ni tushirib qoldirgan usul bilan ham ishlatib ketishingiz mumkin. Va bu yerda ham xuddi shu usulni qo'lladi. Ya'ni a temple whichni o'rniga bitta virgul ketdi, bu yerda definition ketyapti. This is also a very great way of changing your grammar structure. Designated for the community's religious gatherings was the first relic to be found in 24. E'tibor qiling, relic zo'r ishlatilyapti. Buni siz stihingizda ham bemalol qo'llavering. Ya'ni religious buildingni relic deb bemalol biza paraphrase qilsak bo'lar ekan. To the southwest, yes, relic. To the southwest of the sea. It was not until bu yerda ham readingda ham juda ko'p ko'rasiz bu so'zni. It was not until 2014. Bu ham prosta misol uchun moreover, furthermore, in addition, besides ni o'rniga plus grammar qilib ham ketadigan grammatika struktura hisoblanadi. Biz ishini shunday yopib olgan. So endi ya'ni bu 2014-yilgacha emas edi, qachonki other architectural structurelari ham appear bo'lishni boshladi deyapti. Ya'ni buni endi siz o'zingiz writingizda boshqasida qanaqa qo'llashingiz mumkin? Bu 2020-yilgacha emas edi,
misol Tashkent City'dagi Hilton qurilishi, ya'ni Tashkent City'dagi Hilton faqatgina 2010